Alkimyogar haqida qisqacha ma'lumot. Alkimyogar braziliyalik yozuvchi Paulo Coelho tomonidan 1988-yilda yozilgan va uni dunyoga tanitgan ramziy falsafiy roman. Kitob dunyoning 80 dan ortiq tillarga tarjima qilinib, eng ko'p sotilgan asarlar ro'yxatidan joy olgan. Asarning qisqacha mazmuni. Asar bosh qahramoni Santiago ismli andalusiyalik oddiy cho'pon yigit. U tushida Misr piramidalari poyiga yashirilgan xazinani ko'radi. Ko'rgan tushiga ishonib, bor budini sotadi va cheksiz sahro bo'ylab xazina qidirib yo'lga chiqadi. Yo'lida u turli insonlarni uchratadi, sevgisini topadi, aldanadi, qiyinchiliklarga duch keladi va nihoyat sirlardan voqif alkimyogar bilan tanishadi. Kitob bizga nimalarni o'rgatadi? O'z taqdiringiz ortidan boring. Asarning asosiy g'oyasi har bir insonning bu dunyoda o'z hayot yo'li, shaxsiy taqdiri bor va unga erishish uchun qo'rquvlarni yengishi kerak. Koinot sadosi. Agar inson biror narsani chin dildan istasa, butun borliq unga yordam berishga kirishadi. Asl xazina qayerda? Santiago uzoq va xavfli sayohatdan so'ng eng katta xazina aslida Misrda emas, o'zi uxlab tush ko'rgan o'sha eski cherkov tagida ekanini tushunib yetadi. Ya'ni inson baxt va haqiqatni uzoqlardan emas, o'z qon qarindoshlari, o'z qalbi va o'z o'yi bag'ridan izlashi kerak. Xulosa: Alkimyogar bu shunchaki cho'pon yigitning sarguzashti emas. Bu har birimizning o'zligimizni va hayotdagi maqsadimizni topish haqidagi ruhiy sayohatimizdir.